Men Mansur Shodiyev 20 yildan ortiq tadbirkorlik faoliyatini yuritib, turli-tuman biznes loyihalarida ishtirok etganman. Zargarlik sohasiga kirib kelishim hobbi sifatida bo'lgan. O'zim va yaqinlarimga, oila a'zolarimga o'z qo'lim bilan sovg'alar yasash niyatida bu sohaga kirganman. Ammo o'qish jarayonida bu yo'nalishda ko'p imkoniyatlar borligini ko'rdim. Shu tariqa ustozlarimiz ko'magi bilan MS brendiga asos soldim va o'z faoliyatimni boshladim. Bugungi kunda biz kumush va tilda tasbehlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish jarayonidamiz. Harakatlarimiz o'z natijalarini beryapti. Birin-ketin yangiliklar bilan bozorga chiqib borishni rejalashtirdik. Ustozlarimizning ko'magi, o'rgatgan amaliy bilimlari va davomiy ko'p yillik tajribalaridan kelib chiqqan bergan maslahatlarisiz bu natijalarga erishish mushkul bo'lardi. Yangi kasb, yangi do'stlar, yangi imkoniyatlar, bularning barchasi akademiyada o'tkazgan vaqtim va o'rgangan darslarim orqali hayotimga kirib keldi. Kimda kim zargarlik hunarini o'rganmoqchi bo'lsa, o'z qo'l mehnati bilan daromad topishni xohlasa, o'z brendiga ega bo'lishni istasa, Zargarlik akademiyasini tavsiya qilaman.